Bag'dodda bunaqasi bo'lmagan o'rtoqlar. Optim temir zavodiga keldik. Bu yerda ishlab chiqarish juda ham kuchli, xudo xolasa. Hozir kirib narxlar haqida surishtiramiz. Mana xudo xolasa M95 jamoasi. Aka, assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Bu yerda narxlar bilan tanishtirib qo'yasizmi? Bo'ldi, xudo xolasa, qani. Juda ham arzon deyishdi. Mana biz shaxsan shu surishtirib kelyapmiz. Lokatsiyasi ham juda ham chiroyli joyda ekan. Xo'p, arachalarimiz nech puldan bo'lyapti aka? Arachalarimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana o'zimizdan chiqyapti, xudo xolasa mahsulotimiz, konteyner hamma 100% garantiya beramiz. Balonlari Jiguli balon bo'ladi. 2 balonli aravachalarimiz, manularimiz mana 600 ming so'mligimiz. 600 ming so'mdan. Aha. Manularimiz bor, arzonroq varianti, arzonroq deganlar uchun 500 ming so'mlik variantimiz mana. Ikkalasini baloni bir xil, materiali mana uni jelezi yangi listdan bo'ladi. Aha. Mana uni konteyner mahsuloti bo'ladi. Konteynerki, lekin konteynerki ham yaxshi. Konteynerdagi zo'r, lekin ko'pchilik yangi listdan ham so'rayapti-da, tekis chiroyli chiqsin deydi. Hali ishlatganda ham maza qilib ishlatay deydi. Juda ham yaxshi. Mana bu bittalik balonlar nech puldan tushyapti hozir? Bittalik balonlarimiz 2 xil, 3 xil varianti bor. Bizda Optim eng mana zo'ri mana o'si katta rol deyshadi, uzun sop deyshadi. Sopida farqi bor-da asosan buni. Materiali hammasiniki bir xil, общий. Faqat sopida mana u uzun sop deyiladi. Mana ularimiz bizni 400 ming so'mdan beryapmiz akalarga. Ishlatgani juda qulay. Narx 400 ming so'm. 400 ming so'mdan. Donasi. Logotiplar ham joyida qo'yilgan ekan, ha? Bu yog'i farqlanadimi bular? Endi bular xuddi shuni kichkina sopligi mana konteyner sop. Ruchkasi mana ruchkasi kichkina bo'ladi, jichcha. 15 sm kichkina bo'ladi. Hop, bular ham udobniy. Yaxshi ishlatishga bo'laveradi oilaga, bitta ro'zg'orga. Kimga qanaqada? Endi buni mana uni ko'proq beton kuyganda, hali sement, uy qurilish qilganda mana uni olishyapti. Molga, nimalar, chorvalarga mana uni olishyapti. Shuni hisobi bor. Juda yaxshi. Juda Endi yaxshi. eng arzonimiz bor mana. Hop, 340 ming so'mdan. Bu ham xuddi konteyner hisob bo'ladi. Konteyner Temirdan bo'ladi. Listidan faqat mana o'si hisob Toshkent o'zimizning turba bo'ladi. Toshkent turba bo'ladi. Bu sal nimjonroq bo'ladi qolganlarga nisbatan, ha? Xuddi shunday. Endi asos nagruzka bo'g'ga tushadi-da. Bu yoqda yana boshqa mahsulotlarimiz, mana o'xir, o'choq, qozonlarimiz bor, xudo xolasa. Keyin qanaqadir razmerga zakaz qilish kerak bo'lsa, polniy o'zlari, aytdi ustakalarimiz bor, o'zlari zakazga chiqarib berishyapti, xudo xolasa. Eng trend bo'lyapti turgan hozir mana ularimiz. Hozir nima deydi? 4 ta, 5 ta moli borlar. Nima qiladi qish sharoitida atala qaynatib beradi. Eng zo'ri atala qaynatib beradi-da. Endi uni qozonda oladigan bo'lsa, uni qozonlarni ko'rsatinglar. Qozonlar ham bor, qozonlar ham bor ekan. Katta qozonlarni oladigan bo'lsa, 1 million, 1,5 million bo'ladi-da. Misol 200 litrligi 1,5 million so'm. Mana 250 litrligi mana o'chog'i bilan 600 ming so'mdan. Teng yarmidan ham azob tushar ekanda. Teng yarmidan. Kачество mana garantiyasi mana shunga effekt yaxshiroq bo'lyapti. Bu konteynerdagilar. Konteyner mahsulotidan, Demak, bu ham baquvvat. Trend eng ko'p sotilyapti turgan hozirgi kunda narsamiz mana shu bo'lyapti. Buni xohlagan razmerga o'zlari chiqarib beradi. Albatta, nechta moli bo'lsa o'shanga qarab qilib beraveramiz, aloqaga chiqsa. Endi qo'ylar uchun katta qo'y chorva fermerlar. Ko'chma o'xirlar. Ko'chma o'xirlar. Nima deydi? Og'ildan endi erta bahor mana bahor kelyapti. Tashqariga chiqadi hammasi. O'xirimni tashqariga siljitamanmi degan akalarga mana yaxshi variant. Arzimagan pulga olishadi, olib borib xizmatini qiladi. Mana bu paya 40 degan shekilli, ha? Bular xudo xolasa, jodimiz bular. Bular o'sha payani beydan solishadi, buyerdan qirqishadi. O'zimizdan chiqadi bular ham. Bemalol telefon qilsa, narxlar Optim. Ustakalar uchun anaqa ham bor ekan. Nima deydi buni? Loy karitamiz. Qurilish qilganlarda loy karitalar. Juda yaxshi. Mana shunaqa Xullas, nima maishiy texnika, qanaqadir zakazga bir narsa kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar akalarimiz. Konteynerdan nima bo'lsa, arzon narxda Bag'dodda mana shu kishi o'zlari yasab berishyapti. Xudo xolasa baquvvat, zabardast, cho'tga qilib. Bizga aloqaga chiqsa, o'zimiz chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa. Hammanikidan arzon qilib beramiz. Akalar nomerini qoldirib qo'yaman. M95 jamoasiga tilak bosib qo'yinglar.